Biz qilgan 8 yillik mehnatimizni natijalari endi bilinyapti. Dunyo ochilyapti bizga, investor kelyapti. Azim poytaxtimiz o'zgarganini guvoh bo'lyapmiz. O'tgan 9 yilda Toshkent shahri iqtisodiyotiga 20 milliard dollardan ortiq to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiya kirdi. 5000 ga yaqin yirik loyihalar ishga tushirildi. Poytaxtimiz iqtisodiyoti oxirgi 9 yilda 2 barobarga o'sib, bu yil 27 milliard dollarga yetadi. Aholi jon boshiga daromad esa 4.4 ming dollardan 8.6 ming dollarga ko'paydi. Shaharda tijorat maydonlari 14 karra oshib, 67 million kvadrat metrga yetdi. Tadbirkorlik soni 140 mingga yaqinlashdi. Juda katta manfaat natija bo'lyapti, juda katta ishchi joylar bo'lyapti. Kuch adolatda deydi. Bugun qancha ko'p o'zlashtirsalaring, ertaga oldilaridan chiqarib bilimlarni. Shuning birda qilgan vaqtlaring bekor bo'lmasin. Tergov akademiyasi tashkil qilganimiz o'z natijasi beryapti. Bolalarni ko'rib juda xursand bo'ldim. Men kuch oldim, ular yonib turibdi. Ko'p narsaga qodir ekanini bildirib turibdi. Adolat. 2026-yil Toshkent shahar uchun yuqori marralar qo'ydik. Bizning niyatimiz bu. Xalqimizga xizmat qilish, adolatli xizmat qilish, rozi qilish, qadrini ko'tarish.